Kecha qayerda edingiz? Kechami? Kecha qayerda edingiz? Xullas men ularga aytdim. Saunaga bormaylar dedim. Kimlar? O'tkir bilan Asqarga Dachaga ketayotgandik. Keyinchi. Keyin mashina buzilib o'tiribdi-da. Keyinchi. Ustaxonaga bordik. Borsak kiyim-kechak bozor bo'yapti. Keyinchi? Keyin meva bozorga kiruvdik. ikkita qiz kutib oldi. Ey dedim, mana aralashtirmalaring uyda guldek xotinim kutib turibdi dedim. Lekin olib kirib ketishdi. Keyinchi? Yechintirdik. Paralar alishgan ekan. Baprab o'ziniki emas ekan. Shundoq yechintirsak, Ikkita katta onor turibdi-da. Nima bo'lsa bo'lar deb turib, shuni aytishladi. Voydat deb anu qizlar yugurib yuribdi-da, o'tkir orqasidan qulab yuribdi-da. Men aytdim, dedim. Xotinlarimiz bor dedim. Bizga yarashmaydi bunaqa ish deb aytdim ularga. Siz shunaqa deysizmi? Ana men ham deymanmi? Siz? nech pul ketsin, shuni qilaylik deb o'tkir turib oldi. Keyinchi. Soldik. Nimani soldingiz? Mevalarni pul berdik-ku. Ishon, hech narsa qilganim yo'q. O'zim shunday uxlaganga savaldimda, bundoq ko'zimni qiri bilan qarasam, Ittarib yotibdi-da, mashinani. Bor kuchi bilan itardi. Zavat bo'lmadim. Shunday meva-chevalar bilan kvartiraga borsam, Yikus ham qizlarning oldidan chiqib kelyapti. Aldamayapsizmi?